Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilarimiz, Radar Test Uz kanali muxlislari. Do'stlar, bugun bir ajoyib yangilik. Hammamizga ma'lum bo'lgan o'sha mashhur Silverstone F1 Sochi Pro modeli 2020-yilning eng zo'r radar detektori deb tan olingan radar detektorlardan biri bo'ladi shu. Do'stlar, bu radar detektorimizga ajoyib yangi proshivka chiqdi. O'zingizlar xabaringlar bor, lochin ko'zni oldingi videolarimda olmagan. Yangi proshivka chiqqandan keyin hozir mana nafaqat lochin ko'z, Hikvisionlarni va boshqa radarlarni, avtokollarni bemalol olib, uzoqdan ko'rib, sezyapti. Hozir biz buni test qilamiz, xudo xohlasa, inshaalloh. Oldimizdagi jamiki nasibamizdagi radarlarga test qilib siz azizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Va albatta bu uchun sizdan faqatgina bitta like, podpiska va mana bu qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz yangi videolardan inshaalloh xabardor bo'lib turasiz do'stlar. Do'stlar, gap bo'lishi mumkin emas. Gurut rejimida avtokonni ancha uzoqdan oldi. Hali ancha bor avtokongacha. Qaranglar mana. Chastatasi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir oldimizda yana lochin bo'ladi. Qaranglar. Do'stlar, stalbadan sananglar, nechta stalba bor edi lochingacha? Dahshat, просто dahshat. Mana do'stlar, lochin, haqiqatan ham lochin. Gap bo'lishi mumkin emas, bomba video bo'ldi o'zi ham. Filtratsiya chotki ishlayapti, adashmayapti, signaturasi zo'r ishlayapti. To'lqindan tanidi, avtokonni tanidi, undan keyin sirazi lochinni tanidi. Juda ham murakkab hozir ish qildi bu. Oson emas. Endi qaranglar, chap tomonda Magnum bor, bu yoqda Bestune bor. To'g'rida двойной avtomatik dor bor mana do'stlar, Magnumniki. Birortasiga pamih olmayapti. Signaturasiga tasanno 5 baho plus bilan. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Silverstone F1 Sochi Pro do'stlar. Hali oldinda boshqa radarlarga ham xudo xolisa test qilamiz. Kuzatishda davom eting. Do'stlar, hozir avtokonga test qilamiz. Oldimizda avtokon bo'ladi. Ya'ni hozir lobdan avtokonga ketyapmiz. Город 1 rejimda do'stlar, trassada emas, trassada ancha uzoqdan aytadi. Qani Город 1 rejimni ham bir ko'raylikchi, qanaqa ishlar ekan. Pamihlar yo'q do'stlar. Qaranglar. Avtokon gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Malakdek, hali ancha bor avtokonga. Ishonasizlarmi? Ancha bor hali. Bomba test bo'ldi o'zi ham. Qo'yil yashab. Qaranglar do'stlar. 470 metr deydimi? Endi 400 metr deydi. Bu bemalol uspet qilasiz. 10 marta uspet qilsa bo'ladi do'stlar. Tezlikni pasaytirishga. Qaranglar, 9 ga chiqib qoldi uruv. Mana do'stlar, avtokon. Ko'rdinglar do'stlar, qanaqa ishlaganini. Do'stlar, bu radar detektorimiz gigantlar jangida ishtirok eta oladigan va og'ir vazn, ya'ni boksda og'ir vazn bo'ladi-ku. Og'ir vazn kategoriyasiga kiradigan radar detektorimiz. Bir so'z bilan aytganda premium klass radar detektor do'stlar. Do'stlar, qaranglar do'stlar, necha metrdan oldi, ko'rdinglarmi? Lochinni ishlab turgan ekan, qaranglar, daraxt orqasidan shundoq chiqadi. Ko'rmay qolsanglar yedinglar, do'stlar, ehtiyot bo'lib yuringlar mana.
Mana bunaqa radar detektorlar bo'lsa, xudo xolisa yemaysizlar. Lochinni mana ancha oldin aytdi, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir trassaga tushib olganmiz, trassa rejimi qo'yib qo'yganman. Va albatta multiradarga ham xudo xolasa tez qilamiz inshaalloh, xudo xolasa. Davom etamiz. Do'stlar, ba'zida shunaqa tirbandlikka tushib qolamiz, probkalarga. Sabr qilishimizga to'g'ri keladi. Hozir Cardon M'ni tekshirishga ketyapmiz, Chirchiqqa do'stlar. Multiradarni hozircha topganim yo'q, albatta topamiz inshaalloh. Biz yangi proshifkani tekshirib, xudo xolasa sizlarga taqdim etamiz. Hozircha ishlashi menga juda ham yoqyapti. Kuzating albatta do'stlar. Biz esa davom etamiz do'stlar. Probkani qaranglar, probkani. Dahshat, просто dahshat. Do'stlar, hozir spinu na 70. Cardon radariga yurib ko'ramiz do'stlar. Silverstone 400. F1 Sochi Pro do'stlar. Yangi proshifkada. Yo'llarimiz ham remontda ekan. Qani? Ko'ramiz qanaqa reaksiya bo'ladi do'stlar. Ishlab turgan bo'lsa albatta. 200. Yaxshi, Cardon dedi do'stlar. Signaturadan Cardon deb topdi, to'g'ri topdi. Ishlab turibdi do'stlar, kutib bo'lamiz. Spinu. Ko'rdinglar do'stlar. Hozir endi lobga yurib ko'ramiz, lobga aylanib. Shotgacha kelib turibdi signal, qaranglar. Qoyil. Hozir razvor qilib lobga yurib ko'ramiz do'stlar. Do'stlar, razvor qilib oldik mana. Kamera na 70. Qani ko'ramiz qanaqa ishlar ekan. Lob do'stlar. 600. Qaranglar, murakkab. Qayilishda joylashgan, hozir ko'rasizlar. Yaxshi. Yaxshi, zo'r do'stlar. Murakkab joylashgan radar. Ya'ni qaylab kelishingizda uzoqdan olishini nazarda tutyapman. Mana do'stlar, Cardon radari. Ko'rdinglar do'stlar qanaqa ishlaganini. Камера контролирует перекресток. В спину на 70. Do'stlar, hozir mana 600. Sochi Pro va Inspector Spiritni test qilamiz. GPS bo'yicha radar deb aytdi bizga. Oldinda lochin ko'z bo'lishi kerak. 400. Qani ko'ramiz qanaqa reaksiya bo'lar ekan lochin ko'zga do'stlar. Radar belgisi mana. Trassa rejimida ikkitasi ham do'stlar, qaranglar. Лочин 200. 200 metrdan ziyod aytdi lochinni do'stlar, mana lochin. Hali kelmadik lochinga. Inspektorda reaksiya yo'q. Ko'rdinglarmi qanaqa ishlar do'stlar? Gap bo'lishi mumkin emas, zo'r. Do'stlar, hozir lochin ko'zga yurib ko'ramiz. Режим город 1. Город 1 ni qo'yamiz, buni signaturniga qo'yamiz. Turbo. Xscope. Signaturniy. Qani do'stlar, lochin ko'zga ko'ramiz. O'tgan videoyimda, bitta videoyimda lochin ko'zni yaxshi ko'rmagandi 7700. Hozir ko'ramiz, oldimizdagi mana avtobus, KAMAZ degan narsalar sal nariroq ketib olsin. Ozgina toza bo'lsin, men bir ko'rmoqchiman, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdik do'stlar. Kamera 70. E'tibor beramiz do'stlar. Gord rejimida do'stlar. 400. Sochi Pro va 7700 signaturniy rejimida do'stlar. Qaranglar, Equinox o'tib ketdi. Ana, Лочин. gap bo'lishi mumkin emas. Qaranglar, lochinni oldi. Ancha uzoqdan oldi do'stlar. Qani 77 ga nima bo'pti o'zi, men tushunmayapman. Ko'rdinglarmi do'stlar? Men aytsam ishonmagandinglar.
Do'stlar, hozir razvorot ham qilib oldim. Kuzatamiz hozir. Qanaqa reaksiya bo'lar ekan Nexia 3 ga? Hali ancha bor Nexia 3 ga. 1 kilometrdan ziyod hali. E'tibor beramiz do'stlar. Qani. Ancha uzoqdamiz hali. Yaqinlashib qoldik. На 70. Qaraylar, multiradar ko'rib turibdi bu do'stlar. Mana do'stlar. Multiraдар. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Do'stlar, hozir mana ko'ramiz qanaqa reaksiya bo'lar ekan Nexia 3 ga lobdan. Multiraдар. Dahshat, yashayver. Qaranglar, hali ancha uzoqda multiradarga. Mana do'stlar, kelib qoldik. Motor 11 chastada do'stlar. Do'stlar, hozir Lemonestni taqib qo'ydik mana. Silverstone F1 Lemonest radar detektori budjetli bo'lgan, lekin o'ziga yarasha buni ham bir parametrlari bor. Hozir qani Nexia 3 ga multiradarga, problemli bo'lgan multiradarga yurib ko'ramiz do'stlar. Qanaqa reaksiya kirishar ekan do'stlar? E'tiborli bo'lamiz. Hali Nexia 3 sal uzoqroqda. Atidan uzoqroqdan boshladim. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Qaranglar, yangi proshivkasida ancha bor hali Nexia 3 gacha. Ko'rdi, hozir ko'ramiz, yana ko'rdi. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Mana hayron qoldirdi do'stlar, mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi hozir lobdan ko'ramiz do'stlar. Do'stlar, lobdan yurib ko'ramiz hozir trassa rejimida. Lemon S yangi proshivkada do'stlar. O'zimni hayron qoldirdi hozir. Bunaqa natija kutmagan edim. Budjetli radar detektor bo'lmasa. Lekin ancha uzoqdan oldi. Problemli bo'lgan ku anaqa multiradarni. Diapazon K. Qaranglar do'stlar, hali uzoq ungacha qaranglar. Yo'q, robot dedi, mana gap yo'q. Yashayver. Bemalol o'spirsa bo'ladi do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Orqadan ham zo'r ishladi Nexia 3 ga, oldidan ham yaxshi ishladi. Yangi proshivkasi juda ham zo'r chiqdi Lemonestni. Agar kimda bor bo'lsa, albatta proshivka qilinglar. Xudo xolasa zo'r xizmat qilib beradi do'stlar. Do'stlar, hozir trassa rejimida Nexia 3 ga qarshi yurib ko'ramiz multiradarga. Problemli bo'lgan multiradar, yana qaytarib o'taman. Qani ko'ramiz qanaqa reaksiya bo'ladi do'stlar. E'tiborli bo'lamiz. Hali bor Nexia 3 gacha. Kech bo'lganiga qaramay tez qilamiz do'stlar. Videolar yoqqan bo'lsa albatta like bosing, podpiska qiling va mana bu qo'ng'iroqni bosib qo'ying do'stlar. Do'stlar, multiradarga qaranglar. Hali bor multiradargacha do'stlar. Ko'ramiz do'stlar, tezligimiz 73 dan sal pasaydi.
Mana do'stlar. Ko'rdik-a do'stlar. Qaranglar, 1-2 chiqib turibdi. Juda ham bir murakkab multiradar. O'tgandan keyin ko'payapti signal to'lqini. Kamera на 70. Gap bo'lishi mumkin emas, zo'r ishladi do'stlar. Do'stlar, trassa rejimida yana ko'ramiz. Trassa rejimida ko'ramiz do'stlar multiradarga reaksiyani do'stlar. Qanaqa ishlar ekan? Hali multiradargacha ancha bor, 1 kilometrcha bor примерно. Multiradar. Dahshat. Bu bomba proshivka bu do'stlar, tilim alamay qoldi. Mana qaranglar do'stlar. Qaranglar. Ko'rasizlarmi? Ushab turibdi mana. Mana kelyapmiz. Tezlik pasaytiramiz, tezroq yotib yozgina. Mana do'stlar. Mana. Ko'rdinglar do'stlar? Qoyilay. Otangga rahmat dedi-yu. Do'stlar, shu radar detektor kimga kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Mana bu pastda nomer qoldiraman. Kerak bo'lsa topib beramiz do'stlar. Cho'tki ishlayapti, gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Qaranglar do'stlar, hozir to'xtab sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Rejim Город 1, ya'ni Sochi Proda Город 1 rejimi. Neoline'da signaturniy rejim do'stlar. Qaranglar do'stlar. Kameragacha masofasi mana ekranda. Hozir bitta qo'yib yubordi, ko'ramiz yana. Tezlik cheklangan 50 manimcha. Diapazon o'shab turibdi, qaranglar. Do'stlar, signaturnida ko'rmayapti. Bu Город 1da, ya'ni Город rejimida ko'rmayapti. Buni agarda trassaga o'tkazsangiz ko'radi. Nimada ko'rmayapti? Hayronman, nima uchun bunaqa? Bu trassada shundoq ham ko'radi. Sochi Pro trassada shundoq ham ko'radi, xudo xolisa. 77 nimadir. O'tgan safar ham bitta video qilganman. Injiqlik qilgan shu radarga. Mulaj deb aytishdi ko'pchilik. Bilmadim, mulajmi yo boshqami, lekin baribir chalish kerak edi, chalgani yo'q. Signaturniy rejimida chalmadi, lekin trassada, turboda chaladi. Sochi Pro bo'lsa Город 1da chaladi, trassada chaladi va turboda chaladi. Город 2da tekshirib ko'rganim yo'q lekin do'stlar. Shuni o'zi ham yetadi menimcha. Do'stlar, mana ko'rdik bugun. Boya kunduz kuni chiqib ketgandim, o'zi qorong'i tushdi mana, ko'rib tursizlar, tezga chiqib ketgandim, shuncha joyga borib multiradarni qidirib oxiri topdim, xudoga shukr. Sizlarga yangi proshivkada sizlarning iltimosinglarni bajarish uchun ko'pchilik ikkilanyapti, olsammi, olmasammi Sochi Pro'ni deb. Qanaqa ishlar ekan degan odamlarni savollagan, bugun javob oldik degan umiddaman. Va do'stlarimiz eski proshivkani qo'ysammi, yangisini qo'ysammi degan savollarga o'sha do'stlarimiz ham bugun javob oldi menimcha. Lochin ko'zini o'yib oldi, cho'tki ishladi, gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Masalan, menga yoqdi, maslahat beraman Sochi Pro'ni ishlatishni do'stlar. Bu ham o'ziga yarasha ajoyib radar detektor. 2020-yilda top eng zo'r radar detektor bo'lgan bu. Eng zo'r radar detektor bo'lgan. Nafaqat bizda, u butunlay Rossiyada ham, SNG davlatlarida do'stlar ayniqsa. Xo'p, do'stlar, agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, podpiska qiling va mana bu qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi xudo xolasa video testlardan va aniq ma'lumotlardan, foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lib turasiz do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Xudo xolasa yanagi videolarda, testlarda ko'rishguncha siz bilan g'oyibona xayrlashaman.